inson boshiga keladigan har xil musibatlar bor. Shu musibatlarga sabr qilishni bilish kerak ekan. Bu eng to'g'ri yo'l ham sabr qilish. Nimaga desa, bu hayotda faqat siz xohlagan narsa bo'ladi degan hech qanaqa va'da yo'q. Siz xohlagan narsa bo'lmaydi hayotda. Doim siz bunga sabr qilsangiz va sabr qilmasangiz, baribir bu narsa bo'ladi. O'shaning uchun inson bu dunyoda boshiga keladigan musibatlarni tan olish kerak. Chunki bu dunyo sinovli dunyo. Siz xohlagan narsa bo'versa, sinovliga qatda qoladi bu dunyo. Bu dunyo tepa-past, issiq-sovug'i bilan qiziq o'zi aslida. O'shaning uchun doim siz xohlagan narsa bo'vermaydi hayotda. Ba'zida mol dunyodan ajralib qolasiz, ba'zida yaqiningizdan ajralib qolasiz. To'g'ri, oson emas bu narsa. Inson o'zini boshdagi fikrini to'g'rilab olsa, ya'ni bu dunyo faqat men xohlagan narsalar bo'ladigan hayot emas. Meni istak xohishlarimga qarab dunyo chapga o'ngga bo'lmaydi. To'g'rimi? Ha, men xohlayman, so'rayman, bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa sabr qilaman. Shunisi bilan hayot qiziq. Agarda insonning xohlagan narsasi bo'versa hayotda, rostdan dunyodan zerikib qoladi odam. Chunki boradi, tem bo'li dunyodagi lazzatlar bor-ku. Dunyodagi lazzatlar qachongacha tatib ko'rguningizcha. Dunyodagi eng zo'r Lamborghini'ni olsam ham eshigim tagida turadi-da, kundan kun. Har kun haydab ketadigan mashinamga aylanadi. Eng zo'r kiyimni kiysam, o'sha kiyimimga aylanadi. Bu dunyodagi mazza tatib ko'rguningizcha. Demak, shundan kelib chiqib, erisha olmaslik bitta narsaga, bitta narsa siz xohlagandek bo'lmaslik, siz xohlamagan ishlar bo'lib qolishi, bu asli siz hayotingizni qiziqarli tusga olib keladi-da. O'shaning uchun odam men xohlagan narsa bo'ladi doim degan narsaga hech qachon suyanmaslik kerak. Inson xohlagan narsa bo'lmaydi hayotda. Musibatlarga sabr qilish, o'shani to'g'ri tushunish va o'sha muammodan chiqish yo'lini aql bilan, idrok bilan harakat qilish eng to'g'ri yo'l.